Mainboy. Bugun men sizlarga qanaqa qilib temir ferma qurishni ko'rsataman. Hozir men sizlarga birinchi bo'lib aytib o'tishim kerak. Hozir ferma qurayotgan joyingizda temir ferma yonida qishloq bo'lmasligi kerak. 200 blok atrofida qishloq bo'lmasligi kerak va yana bitta retail bo'lmasligi, ya'ni qishloq bo'lmasligi kerak-da, shu yaqin atrofda. Agar bitta qishloq ham qishloq ham unaqa qishloqga kiradi. Shuning uchun boshqa qanaqa qishloqqa retail bor joylaring yonida bo'lmasligi kerak. Bo'lmasam boshladik. Birinchi bo'lib sizlarga mana bu narsalar kerak bo'ladi. Mana shu yerda turgan narsalar kerak bo'ladi. Va shu kravatdan 20 ta kerak bo'ladi sizlarga. Chunki 20 ta qishloq kerak bo'ladi. Men qishloqni qanaqa qilib olishni hozir ko'rsatib beraman. Men qishloqdan olib kelishlaring shart va retailda sizlar zo'mbi retail topib turib, uni to'g'rilasalar ham lisis qilsalar ham bo'ladi. Buni ham men sizlarga ko'rsatib beraman. Undan oldin birinchi ferma qurib olaylik. Birinchi bo'lib 7 ta blok bu yoqqa sindiramiz. 1 2 3 4 5 6 7. Bu turganlarni 1 2 3 4 5 6 7 ta va baxt tarafga 6 ta 2 3 4 5 6. Baxt tarafga 7 ta 1 6 ta. Baxt tarafga 6 ta 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Deb maqsa o'zi to'g'ri kelish kerak. Va biz mashaqqat g'ijata birinchi bo'lib biz shakka hozir hisoblab oling. Xo'p, hozir bizga 6 ta blok pastga tushishimiz kerak. Masalan, shular qo'lab olib turib, mana ko'rib turganlaringiz mana shunday joy bo'ldi. 7 ta blok baxt tarafga, 7 ta blok baxt tarafga, 7 ta blok 7 blokdan. Ko'rishingiz mumkin. Men birinchi marta 7 ta blok turmaydi, 6 ta blok deganim sababi mana bu blok ikki tarafga ham ishlayveradi. Chunki bu blok ham baxt taraf uchun turibdi, ham bu yoq taraf uchun turibdi. Mana haqdagi blok ham shu. Shuning uchun va biz mayda 6 blok pastga tushamiz. Men pastga tushirib bo'lgandan keyin qaytaman. Ketdim 6 blok emas, 5 blok pastga tushamiz. Mana bloklardan tashqari 5 blok pastga tushamiz. Bo'ldi, tayyor. Men qilib bo'ldim shu yerda. Endi bizga mana shu yerdan joy olib turib, mana shu yerdan to'ldirib chiqish kerak. Mana shu yerdan qo'yib chiqamiz aka bloklarni. Qo'yib chiqamiz. Sizlar mana shu yerga ko'lagan bloklaringizdan olib ishlatsalar bo'laveradi. Bu juda oson va yaxshi. Shuning uchun men kerakli narsalarga blokni qo'shmadim, bloklarni. Aytib o'tganimdek kravat 20 ta kerak bo'ladi. Anaqa nimalarga ferma uchun 20 ta qishloq kerak aytganimdek, ikkita zombi qishloqini lisis qilib turib, tuzatib turib, ularni ko'paytirsalar ham bo'ladi. Ovqat olib kelib, kartoshkami, sabzimi yo sviklarni yoki nonni shularni berib, o'zbekchasida sviklarni olgan bilaman, kommentariyaga yozib yuborasizlar. Tarjimasini bilganlar, ruschani biladiganlar bo'lsa, xo'p, yopib chiqamiz. Va bizga fakil mashalamini o'shunaqa ham kerak bo'ladi. Hozir shuni olamiz va pastga tushib yoritib qo'yamiz.
qo'llab qo'yamiz. Bo'ldi. Endi tepaga chiqib oxirigacha quramiz. Tak. Почти bo'ldi mana. Bo'ldi. Endi bizga ikki tarafdan bittadan blok qo'yamiz. Blok qo'yganimizdan keyin ikki tarafiga bittadan suv quyamiz. Mana shuni bitta bu yoqqa. Endi to'g'ri. Tak. To'g'ri ketib qoldi. Mana. Bundan suv quyamiz. Mana ko'rtirganlarda bitta mashta joy qoldi. Va biz maytdan bitta nima ko'tarib chiqamiz, mashtam deb qurib chiqamiz. Tak, shattamni qurib chiqamiz. Tayyor bilan qurib chiqdim. Endi bizga biz shattam o'sha yerda o'lchab turib, anamda o'lchab turib, shatdan 4 blok kovlaymiz. 4 blok kovlagandan keyin tepaga chiqamiz. Tepaga yo'l quramiz va mayga shunday qilib turib, birinchi bo'lib mayga sunduq sandiq qo'yib olamiz. Va bakka biz tutganimda o'tirib turib, bunisini olib tashlaymiz. Mayga nima varonka qo'yamiz. Varonka qo'yib turib mana ikki yana bitta sunduq qo'yamiz. Varonka emas, sunduq. Qanaqa qilib qo'ysam, mana bunday blok qo'lab turib, bunday qo'yib turib qayta yopib qo'yamiz. Ana endi nimaga ular bitta mana tarafga qaragan. Xullas mana qo'lab turib mayga qo'yamiz va bo'ldi. Endi kun turib mana ko'rishingiz mumkin va mana yerda bekitib qo'yamiz. Bekitmaganimiz yaxshi, chunki bekitganimizdan keyin sandiq ochilmay qoladi. Endi shuni bekitsam ekan. Shuni bekitib ko'rib sandiqni ochib ko'ramiz. Ochilsa, ba'zi versiyalarda ochiladi, ba'zi versiyalarda ochilmaydi. Meni versiyamda ochilmas ekan masalan. Shuning uchun biz mayda sunduqlarni sindirib turib, yana bitta varonka qo'yamiz. Bitta sunduq qo'yib turib hozir. Mayga sunduq qo'yamiz. Bitta blok sindirib turib, yana bitta sunduq qo'yamiz. Sunduq bilan varonka qo'yamiz. Varonka kerak emas. Endi mayga sunduq qo'ysa bo'ladi. Bo'ldi. Sunduqni qo'ydik. Endi qayerroq joyga o'tamiz. Mayda bekitib turib, ikki taraflar bekitgandan keyin mayga bitta tablishka qo'yib turib, mayga bitta qo'yamiz. Va mayga bitta blok qo'yib turib,
tablichkaga bosamiz. Tablichkaga bosgandan keyin mana qilgan bittadan blok qo'yib turib, blok va tablichka qo'yib turib, mana tablichkani sindiramiz. Agar bu tablichka sinib ketsa, mana atrofga qilib qo'yamiz va mana yerdagi tablichkani o'zbekcha nomini bilmayman, o'shaning uchun tablichka deb nom gapiraverayapman. Mana tablichka va bakka lava qo'yamiz. Lava qo'yganimizdan keyin tablichkalar yonib ketmaydi. Xo'p, hozir agar biz yopib turamiz buni. Agar biz golem qo'ysak, golem mashina paydo bo'ladi va yonishni boshlaydi. Bu yerda yonib bo'lgandan keyin temir topib mana mashina temir paydo bo'lishni boshlaydi. Hozir bu yerda mana golem yondi. Endi bizga mana yerda qarasak temir turgan bo'ladi. Bu mana shu temir yonib ketmaydi, mana yerdagi temir pastda paydo bo'ladi va suvga tushadi. Suvga tushgandan keyin bu voronkaga o'tib turib suvga boradi. Va shu bilan endi pastki qatorga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, men bunaqa tunnel qildim. Va bakka biz birinchi bo'lib mana yerda bloklarni sindirib turib, 4 ta blok sindirib 3 4 5 ta blok sindirib turib, ba'dan ham 5 ta blok sindiramiz. 3 4 5 va bundan ham 5 ta blok. 4 mana 5 ta va Richard professiya stolini qo'yib chiqamiz. Eng arzoni sizlarga karta tushadi. Kartani qo'yib chiqamiz bankka. 5 tadan har tarafga qo'shsa 20 ta bo'ladi. 20 ta bo'lgandan keyin hammasini qo'yib chiqib turib, qo'yib chiqdim hamma yo'g'iga va endi bizga kravatlar kerak bo'ladi. Kravatni mana shunday qo'yib chiqamiz. Shunday qo'yib chiqsa o'zi 20 ta bo'ladi. Bitta to'ldirib mana kravatlarni qo'yib chiqdim. Mana ko'rishingiz mumkin 1 2 3 4 5 6 7 ta. Ba'da 3 ta 10 ta. Ba'da 1 2 3 4 5 6 7 ta. Aytani 3 ta. Umumiy 20 ta bo'lyapti. 20 ta bo'lgandan keyin bakka bitta fakir qo'ysak, masalan, chunki bu yerda golemlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun shuni qo'ydik va 20 ta richili kerak. 20 ta richili uchun sizlar kechqurun paydo bo'ladigan zombi richillarni olib kelib, mana ikkitasini qamab qo'yib turib, mana vaqt tarafga bittasini qamab turib, ular tuzatib turib, keyin ularni ko'paytirsalar bo'ladi. Men hozir kreativdalik uchun sizlarga ko'rsatganim uchun 20 ta qo'yib chiqaman. Va kichkina richillar va anaqa yashil ustoashli richillar to'g'ri kelmaydi. Shuni hisobga olinglar. Va bu temir ferma soatiga 600 ta temir olib keladi. Juda yaxshi nima bu. Va shu fermada chat AFK tursalaring, telefonni yoqib qoldirib boshqa ishlarni qilib kelsalaring, o'z temir to'plangan bo'ladi. Men hozir 20 ta qishloq qo'yaman. Xo'p. Mana 1 2 3 4 mana shunaqa yashil ustoashdagilar. Va keyin mashqa tushgandan keyin aytib qo'yish esdan chiqmasin. Chunki
mana qochib ketishi mumkin richarlar. Mana mayda bitta kichkina richar qochib ketibdi. Uni o'ldirish kerak, chunki o'rniga agar bitta richar bo'lsa ham, ferma ishlamaydi. Endi bo'ldi. Endi mayga tushib qolganini deb bo'laveradi. 3 ta richar qo'yadi mana 3 4 5 6 7 8 7 endi 8 7 bo'ldi, chunki mana bo'lmaydi. Mana richarlar bo'lmaydi deb o'tganimda. Boshqa mana 1 hozir 1 2 3 hozir 8 ta richar qo'yibman. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Mana ko'rishingiz mumkin, professiya stollari to'ldi. Shu bilan 20 ta bo'lganini ham bilsa bo'ladi. Va hozir endi mayda mashdan chiqib qolamiz. Suv orqali ham chiqsa bo'ladi. Chiqib qo'yganimizdan keyin mayda o'sha golemlar paydo bo'lishni boshladi. Bu joy nimani minus tarafi bitta yerda paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun polublok yo suv yoki listva bilan yopib chiqish kerak. Men hozir eng to'g'ri keladigan sizlarga suv, chunki suv har xil tarafga oqadi. Keyin har mashlarda bo'lmaslikka yordam beradi. Hozir suv qo'yib chiqyapman. Men suv qo'yib chiqyapman hamma joyga. Tezroq bo'lish uchun sizlar polublok yo'lmasam listva ishlatsalar ham bo'ladi. Listva bunaqa barg, daraxt barglari yo masalan polublok, yarimta bloklar. Suv sizlarga ham oson bo'ladi deb o'ylayman, chunki bitta suv olib kelib turib, bitta quyasizlar, bitta suv olib kelib turib, bitta quyasizlar va u ko'p joydagi to'g'rilaydi, chunki sizlar to'g'rilab beradi ko'p joyda. Egallaydi suv. Mana hozir hamma yoqda to'g'rilab turib adashgan ekanman. Hozir golemlar suvda ham paydo bo'lishar ekan, chunki men aytaman suvda bu logichniy dema. Adashib ketgan ekanman. Suv bo'lmaydi yoki polublok yo bo'lmasam nima qo'yishinglar kerak. Listva. Shuning uchun bu golem bitta bu ferma bittada ikkita jeleza paydo qiladi. Ikkita jelezning golem paydo qiladi. Jelezning golemdan eng kamida 3 ta tushadi, eng ko'pida 5 ta tushadi. Hozirni o'ldirib olib, hozir endi polublok qo'yib chiqishim kerak. Sizlar polublok qo'yib chiqishlaring kerak. Men shu bilan tugataman. 25 50 blokdan hamma joyga bitta polublok qo'yib turib, bitta o'tkazib turib, bitta polublok qo'yib chiqsalaring ham bo'laveradi. Va shu bilan men tugataman. Ko'rganlaring uchun rahmat. Agar uncha tushunmagan bo'lsalaring, как построить ферму железа deb ruscha yozsalaring, o'shanda chiqadi va sizlar gapirganiga qaramasdan, shu gapirga tushunmasalar ham nima qilayotganiga qarab ish qilsalaring bo'laveradi. Ko'rganlaringiz uchun rahmat. Like bosishdan chiqarsa obuna bo'linglar va bundan keyin videolarim yaxshiroq chiqadi va xayr.